alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-yanvar. Vidgras tayyorlash jarayonining 7-kuni. Latokka yoyganimiz bu 4-kuni. Mana kecha sapsariq edi, mana shu qopqog'ini ochganimizda sapsariq edi. Mana yoruvda turganiga yam-yashil bo'lib qoldi. Ko'ryapsizlar. Bunga ertalab suv quyganmiz. 1 litr mana tepadan quyganmiz. Bunday qilib 1 litr mana o'rtasidan ham quyib qo'yganmiz. Hozir ham shu jarayonni takrorlab qo'yamiz. Demak, 12 soat yorug'da turish kerak. Qoling chiroqni yoqib qo'ying. Agar qorong'iroq joy bo'lsa, endi bizda ayvonda bo'lgani uchun mana shu tashqarini yorug'ligi yetarli. Biz chiroq yoqmaymiz o'shaning uchun. Shu bilan mana xudo xolisa ancha yaqinlashib qoldi. Buni o'rib olishimizga ozgina kun qoldi. Ertaga ko'rishamiz. Yana qancha o'sganini ko'rasizlar. Iloji bo'lsa shu videolarni ketma-ketligini alohida qilib yozib olsanglar bir darslik bo'ladi. Yana bir marta eslatib qo'yaman. Sog' bo'linglar, yaxshilikni ko'rishinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.